6 milliard so'm. Bu so'nggi 6 oy ichida mijozlarimizdan biriga olib kelib bergan sotuvimiz hisoblanadi. Manisun Safarmurod 4 yildan buyon aynan marketing sohasida faoliyat olib boraman va hozirgi kunga kelib o'zimni marketing agentligim Aura Digital kompaniyasini tashkil qilganman. Shu kunga qadar undan ortiq brendlar bilan ishlab kelyapmiz va ularning sotuvlarini rekord darajaga ko'tarishda yordam beryapmiz. Ulardan biri Visa Info kompaniyasi aynan kompleks marketing resheniyasi orqali 6 oy ichida ularga 6 milliard so'mlik sotuv qilish imkoniyatini taqdim etdik. Agarda siz ham SMM yuritib, SMM orqali o'z ko'zlagandek sotuvlarga erishmayotgan bo'lsangiz, sizga performance marketing to'g'ri keladi. Performance marketing o'zi nima? Performance marketing qanaqa yuritiladi va biznesga qanaqa foydalari bor? Bu haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, men sizni bepul konsultatsiyaga taklif qilaman. Diqqat, ushbu konsultatsiya top menejerlar yoki bo'lmasam biznes egalari uchun mo'ljallangan. Ushbu konsultatsiya davomida siz biznesingizga performance marketing qanchalik darajada kerak ekanligini va SMM va performance marketingning bir-biridan farqini tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun va konsultatsiyaga yozilish uchun quyidagi havola orqali o'ting va ariza qoldiring. Marketing tilida ko'filashamiz.